Sarı bola pizzada. Faqat pizzami deydiganlarga. Bizada do'stlar pizzadan tashqari ham qaranglar, mana bunaqa monsterimiz bor. Voy voy, buni yemabsizlar, dunyoga kelmabsizlar, qaranglar, bismillah. Xamirni qaranglar. Voy, ichida sirlar bilan bu tushonkali monster. Ichidagi go'sht oddiy go'sht emas, tushonka, yeb ko'ringlar. Undan tashqari bu cheeseburger. Bunda ko'rasizlar, somsa bilan cheeseburgerni borib uylantirib qo'yganmiz. Keyin cheeseburger paydo bo'lgan. Buni ham ichini qaranglar. Ozgina bo'lib beraman. Qaranglar, kotletlar bor mana. Kotlet bu yoqda. Soslar, sirlar, vahshiy bomba. Undan tashqari do'stlar, bu yoqda mana bunaqa tovuq oyoqchalari bor. Achchiqqina bu ham zo'r ketadi mana. Bismillah, qarang, ichida beraman. Sochligina qarang, suvli bo'lib turibdi. Undan tashqari salatlar. Sezar salat deysizlarmi? Bu yoqda nima salat ekan? Gretskiy salat. Va eng zo'r tarafi, qaranglar do'stlar, qanaqa choylar bor. Malina choy, marakuya choy, smarodina choy. Mana bunaqa choylar bor. Undan tashqari do'stlar, pizzani qaranglar, men yarmini ko'rasizlar, tushonkali pizza qilganman hozir trenddagi pizza va aristokratlar qilganman. Sarvol pizza kelib turib, любой pizzalarni yarmini boshqacha qilib buyurtma bersanglar bo'ladi. Dastavkaga ham bemalol 55 lik 533 no'ra. Assortimentni ko'ryapsizlar. Endi shuncha mehnatga mana 4-5 yildan beri vaqt ketdi. Shuncha narsalarni qilib, filial ochib, bitta endi mehnatimizga bitta like bosib qo'yasizlar va o'zimizni milliy brendni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidda. Yoqimli ishlar hamma choylar. Bismillah. Hammalarni do'stlar algoritm filialida kutaman va videoni algoritmli do'stlarga shuna jo'natib qo'yinglar. Ko'rishguncha, kelinglar.